O GTA 6 mi? Qachon chiqar ekan? Bu yil chiqishi kerak edi. Voy bila, bolla GTA 6 yana biriga kechiktirilibdi-yu. Endi nima qilamiz? Men GTA uchun maxsus kompyuter sotib olgandim. Notebookimni qaranglar, Apple magazinida olganman. $1200 turadi. Soat necha bo'ldi? Soat 11 bo'libdi-ku. Men poliz yig'ishtirishim kerak edi. Quyoshda sharaqlab turishini qaranglar. Quyosh qani? Polizimiz qani? Polizimiz. Yitel hozir yig'ibdi ekan polizni. Yordamlashishim kerak men tez chiqib. Bolalar, hozir polizga chiqib olishga yordamlashamiz. Bugun juda ham zo'r kun do'stlar. GTA 6ni lekin chiqmagani lekin vafshi bo'lmabdi-da bolalar. GTA 6 chiqadi deganda bu yil lekin chiqmabdi. Nastarinamiz shuna qilib Jitella baqiryaptimi? Nima bo'lyapti ekan? To'xtanglar hozir. Borib kelay. Jitella nima bo'lyapti? Ha, men zo'r nima bo'lyapti bu yerda? Nimaga bu yerda yig'ilishib turibsizlar, qishloqlar? Ha, qanaqa? Shaharga ketgan. Bugun bo'lsa berakamizni tug'ilgan kuni. Biz bo'lsa nima sovg'a qilishni hali o'ylab ko'rmadik. Bu yerda tug'ilgan kunimi bu yil? Nimaga menga ertaroq aytishmagan? Men nima sovg'a qilishga kelsak, buni o'ylanish kerak. Merimiz bizga juda ham ko'p yordam bergan. Biz nimaga merimizga sovg'a qilmasligimiz kerak? Hozir o'ylab ko'raman. Polizni yig'ishtiramiz. Hozir. Shunday hozir nimalarni joyiga qo'yib kerak. Sovg'aga kelsak, sovg'ani nima qilsak bo'lar ekan? Merimiz bizga juda ham ko'p yordam bergan. Biz ham merimizga yaxshiroq sovg'a berishimiz kerak do'stlar. Merimizga nima sovg'a qilsak bo'ladi? Juda ham zo'r va esda qolarli sovg'a bo'lishi kerak. Qani qishloqqa nima qilamiz? Nima sovg'a qilamiz merimizga? Merimiz uyi ham lekin remontga qarab qopti, qarang. Remont qilib berish kerak-ku. Unda remont qilganda ham oddiy remont merlarga yoqmaydi-da. Didiga yoqadigan juda ham zo'r remont qilishimiz kerak. Menimcha, kallamga bitta zo'r ideya keldi. Nima de? Bu uyda oltindan remont qilamiz. Oltindan, merimizga oltindan uy sovg'a qilamiz. Oltindan hamma joyi oltin bo'ladi. Ichini keyin hamma narsasini oltindan qilamiz. Mebel, stullaridan tortib kitoblarigacha oltindan qilamiz. Merimizga bu menimcha yoqadi, chunki merimizda pulni sevadi-yu. Unda biz hozir nima ideyas bor? Qishloqqa nima qilamiz? Nimadan boshlasak bo'ladi? Ustalardami? Rostdan ham to'g'ri aytasan. Ustalar chaqirsak juda ham zo'r remont qilib berishadi. Lekin faqat bizning vaqtimiz oz qoldi-ku. Mer kelguncha remont qilib bo'lar ekanmizmi? Ustalar ham o'zi kech kelishadi-da ular. Bugun ish ham bo'lishi kerak. Men telefon qilib bitta so'rab ko'raman atak. O'zimiz ham qilsak bo'ladi-ya. Bizda materiallar bormi? Oltin, o'shalarni olib kelish kerak oldin. Bizning arxivimizda bor, hamma yerda oltinlari. To'g'ri. Bo'ldi, o'sha arxivdan oltinlarni olib, hamma remontga kerak bo'ladigan asbob-uskunalarni olib turib, qishloqlar bilan birga remont qilamiz. To'g'rimi qishloqlar? Unda do'stlar, biz hozir o'zimizga kerak bo'ladigan asbob-uskuna va materiallarni olib kelishimiz kerak. Jitel, borib kelamizmi? Albatta, men ham bilan boraman. Bo'ldi, unda biz hozir do'stlar arxivga va bozorga borib turib, asbob-uskunalarni olib kelamiz do'stlar. Shungacha bizlar bilan birga bo'linglar. Hozir biz borib kelamiz. Tezda borib kelamiz. Like bosib qo'yinglar. Do'stlar, like postni esa unutmanglar. Kanalimiz rivoji uchun sizlar likelar juda ham katta rol o'ynaydi. 2000 years later. Do'stlar, biz yetib keldik. Oltindan narsalarimizni ko'ringlar do'stlar. Oltindan men uchun safe pullarni solib qo'yish uchun, oltindan soat, oltindan PlayStation, oltindan o'zini himoya qilish uchun merga
to'pponcha va oltindan iPhone X telefoni va biz ham yerimiz uchun juda ham kerakli bo'lgan mana bunaqa juda ham chiroyli kubik va mana bu qandil. Bu uyimizga juda ham kerak bo'ladi. Bu ham oltindan, hammasi oltindan. Qani unda remontni boshlaymiz do'stlar. $2,000 later. Mana do'stlar, uyimiz ham tayyor. Mana bu yerda merimizni kutib olish uchun juda ham zo'r konsert tashkillashtirganmiz va uyimizga kirib bitta azor qilib ko'rsataman. Kirgan joyingizda Mer akam uchun degan yozuv bor. Mer akamiz buni o'qib turib juda ham xursand bo'lib ketadi, aniq bilaman. Mana bu yerda bizga Mer akamiz uchun podarik. Gitara oltindan tutqish va hamma joy oltindan. Faqat tepalar oq blokdan qilingan. Keyin do'stlar, yotoq ham hamma joy oltindan. Qalay jitlar, sizlarga yoqdimi? Uy juda ham zo'r, menimcha jitlarning reaksiyasi juda ham meni hayron qoldiryapti. Jitlar ham havas qilyapti merni uyiga. Menimcha biz juda ham zo'r uy qurdik. Merimizga yoqishi menimcha juda ham aniq. Merimiz merimiz keldi. Merimiz keldi. Tayyorlaninglar bolalar. Muzikani qo'ying, DJ muzikani qo'ying. Tez. Merimiz nima bo'ldi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Mer aka, nima qildingiz buni? Nima olib keldingiz? Mana mashina, xohlasam uch ko'rsataman. Akam bunaqa mashina olib keldingiz. Asta o'lib qolmang. Qanaqa mashina bu? Vashti zo'r mashina ekan. Gap yo'q. Shunga ketganingiz shaharga? Shaharda tanishlarim buni menga sovg'a qilishdi. Juda bugun tug'ilgan kuningiz ekan-ku. Sizga bitta juda ham zo'r sovg'am bor. Keling ko'rsataman. Keling. Merve, keling. Yoqdimi sizga? Sizni uyingizni juda ham zo'r qilib ta'mirlab qo'ydik. Yo, to'xtalaring, hazillashmalaring, meni uyim qanday, qaytarib ber. Nimasi yoqmadimi uy? Shu meni uyimmi? Ha, kirib ko'ring bitta. What the fuck, people? Qalay, yoqdimi sizga? Bunaqa uyda men butun umr orzu qo'yandim, kepishaman. Yoqqan uchun sizga tashakkur, fikrlaringiz uchun. Yoqqan bo'lsa bo'ldi. Mana bu yerda podarkingiz bor. Bemalol ochishingiz mumkin. Okay, qani. Yo! Mana sizga PlayStation'ning 3 ta pulti. 3 ta do'stingiz chaqirib turib o'ynayverasiz. To'xtang, mana. Oling. Zo'rmikan? Beko, mana bu soatni qara, juda ham qimmat bo'lsa kerak. Ha, bu iShowSpeed'ning soatidan Cristiano Ronaldo'niki. Lekin sen tupoy PlayStation'ni pultini berib PlayStation olib PlayStation'ni arxivda qolib ketibdi, uni olib kelib qo'yamiz ham. Mayli Beko, hammasi uchun juda ham katta rahmat. Sizlarga sizlarga ham rahmat bo'ldi, qo'shildi. Sizga yoqdimi? Uyimiz yoqqan bo'lsa bo'ldi. Juda ham ko'p mehnat qildik bu uyimiz yashagunimizcha. To'g'risini aytsam, umuman kutmagandim. Juda ham zo'r Beko, rahmat. Bo'ldi, meraka endi oilaga moshirasizmi? Yo'q. Nimaga? O'ylab ko'ramiz. Men xursandman aka, men xursandman. Do'stlar, mana merimizga juda ham katta sovg'a berdik. Uyimiz juda ham qimmatga tushdi. Bizga juda ham ko'p pul sarfladik bu uyni qurgunimizcha, lekin bitta gap aytmaylar do'stlar. Menga pul berdi merimiz, juda ham zo'r. Pul berdi merimiz, lekin do'stlar bitta narsani aytmaylar, merimizga tort olib kelmagandik.